Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi qizlar? Juda ham ko'p kelgan savolga bugun bitta qilib javob berib ketmoqchiman video qilib. Lichkamda ham, kommentariyada ham juda ham SMSlar ko'p. Qanday zakaz beramiz? Nimaga nomeringlar yo'q? Nomer bering, nomer qoldiring. Originalmi degan savollar juda ham ko'p. O'shanga bitta qilib bugun javob berib ketmoqchiman qizlar. O'zim Koreyada yashayman. 7 yildan beri Koreyada yashayman. Ancha yillardan beri savdo bilan shug'ullanib kelaman. Koreyskiy kiyim, koreyskiy kosmetikalar sotib kelganman. O'shancha nomer qo'yilmaganini va original kosmetikalarim nomer qo'yilmaganini sababi qizlar, o'zim Koreyada bo'lganim uchun koreyskiy nomerga sizlar telefon qila olmaysizlar. O'shaning uchun sizlarga ko'rganimda Telegram kanalimni qo'yib ketganman. Ya'ni Maftunxon 03 qilib yozsanglar Telegramdan lichkam chiqadi va Telegramdan bemalol yozib konsultat olsanglar bo'ladi va Telegram gruppamga ulab ham qo'yaman va Instagram mana shu TikTokni qizlar tepaga kirib bosib lichkamga tepaga bosib kirsanglar, tepada Instagramni ham, Telegramni ham ularni shunaqasini silkasini qo'yib qo'yganman. Qizlar bemalol bosib shopping kanallarimga kirib olsanglar bo'ladi. Qizlar odam kelib qoldi, gapim bo'linib qoldi. O'zim shu Koreyada koreyskiy nomerim bo'lgani uchun qizlar, sizlar telefon qila olmaysizlar. Shuning uchun Telegram lichkamni qoldiraman har doim va Telegram, Instagram shopping kanallarimga ularni bemalol savolinglarni bersanglar bo'ladi. O'zbekistonda odamimiz bor qizlar, O'zbekistonda opam bor. Opamning nomerini berishim mumkin, lekin ular konsultat bermaydi. Ular faqat jo'natgan zakazlarimni egalariga tarqatib beradi va jo'natgan zakazlarimni o'zim konsultat beraman, ular sotadi. Shunaqa qilib ishlaymiz qizlar. O'zbekistonda ham odamim bor, O'zbekistonda ham nomer bor, lekin o'zim konsultat berib, o'zim Koreyada yashab, o'zim ishlatib ko'rgan mahsulotlar bo'lgani uchun va koreychani o'zim tushunganim uchun, o'zim borib gaplashib o'zim olganim uchun, o'shaning uchun konsultatni o'zim beraman qizlar. Originalmi degan savollarga qizlar, kosmetikalar hammasi original. Koreyada turib Xitoydagini yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kosmetikalar jo'natmasam kerak. Endi har holda koreyskiy kosmetikalar yaxshi. O'zimni ishlatib ko'rgan, o'zimni sinovimdan o'tgan kosmetikalar iloji boricha jo'natishga harakat qilaman. Zakazni qizlar Maftunxon 03 deganga Telegramga ulanib zakaz bersanglar bo'ladi va Instagramga va Telegram orqali ularni bemalol zakaz bersanglar bo'ladi qizlarjonlar. Bitta qilib video qoldirdim. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa bemalol ishonib zakaz bersanglar bo'ladi. O'zim birinchi qo'l Koreyadan olib jo'nataman. O'rtadagi odam emasman qizlar. O'zim Koreyada yashayman, hozir ham va 7 yildan beri Koreyada yashayman. Bemalol ishonch berib zakaz bersanglar bo'ladi. Necha yillardan beri kosmetikani ishini qilib kelaman. Bunaqa savollar juda ham ko'p bo'ldi. Lichkamda ham, kommentariyamda ham siz Telegram, Instagramingizga ulana olmayapmiz deganlar ham bo'ldi. O'shaning uchun bitta qilib video qilishga qaror qildim. Qizlar TikTokka kirsanglar, videolari tepasida Instagram va Telegram degan silka turadi. O'shanga bossanglar, Telegram kanalimga ham ulansanglar bo'ladi. O'tda Telegramda ham TikTokka qaraganda juda ham tovarlar ko'p, narxlari, ma'lumotlari va nimaga qarshi ishlatish tartiblari bor. Telegramda ko'proq ma'lumot bor. Shuning uchun Telegram kanalimga, shopping kanalimga ulanib olinglar. Instagramga ham ulanib olsanglar, Instagramda ham yana ham ko'proq ma'lumot olasizlar.